Sizga omadli kelin bo'ling. Qishlog'imizda odat shunday. Kelin tushgandan keyin hammamiz kelamiz. Kelinga pand nasihatlar qilamiz. Salomini olib baxt tilaymiz. Men mana shu nasihatlarimizni she'riy tarzda aytib bermoqchiman. Tong chog'i hovlilari chinniday toza, gullar oq yuzingdan olsin andaza, ro'zg'oringga mehring bo'lsin ziyoda, el olqishin olgin suluv kelinchak, tandir nonlar yopgin bir zumda, qora qoshda o'smayu ko'zingda surma. Agar borsang uyingga gap tashima, qaynonangga yoqqan bo'lgin kelinchak. Keksalarni e'zozlagin sen doim, yorni mehr bilan kutib olgin muloyim. Qo'sha beshigi bersin senga Xudoyim, elga manzur yoqqan bo'lgin kelinchak. Qadriyatlar tafakkur mahsuli. Uning zamirida ulug'lik va ezgulik yashaydi. Xalqimiz go'zal qadriyatlarini doimo mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shnilar bilan qadrlaydi. Bu an'analar o'z jozibasiga egaki, 7 yoshdan 70 yoshgacha birdek manzur bo'ladi. Buni qishloq odamlarining chehrasida ko'rish mumkin. Qadriyatlarni biroz kuzatgach, qishloqni aylanishda davom etdik. Bog' tomon yaqinlashar ekanmiz, bolalarning ovozi eshitildi. Har doimgidek bu ovozlarda sho'xlik va quvonch ustun. Olma terish bahona tengdoshlar o'z olamini, bolalik xotiralarini ana shunday sayqallar edi. Qishlog'imizning tabiati juda ham go'zal. Har yili bu yerga keluvchi sayyohlar juda ham ko'p. Ularning gapirayotgan so'zlari, bizning qishlog'imizga berayotgan ta'rifi meni juda baxtiyor etadi. Men shunday qishloqda yashayotganimdan juda ham baxtliman. Men o'zim shu tabiatda ilhomlanib she'rlar yozib turaman. Vatan haqida hozir sizlarga she'rimni aytib beraman. Meni kimlar bilar, bilmasdir kimlar. Meni bilar shu zamin, bir hovuch tuproq. Axir shu yerlarda bordir izlarim, bilganimdan bilmaganim ekan-ku ko'proq. Baxtni izlab uzoqqa ketmayin olis, shu o'lka baxtini topay kaftimdan. Yelkamda ko'tarib shon shuhratini, kecholmayman hech ham oltin taxtimdan. She'rlar bitay desam, so'zlar so'zlashib, mendan oldin shoshib, sendan so'zlaydi. Dilimdagi qalam yozmayin hali, tarixing keltirib, sozim kuylaydi. Nechta maktab bor qishloqda? Qishlog'imizda bitta maktab bor, 31-maktab. Ularda o'quvchisi 138 ta o'quvchisi bor. Har doim olma terish jarayonida bolalarimiz deb bo'lmaydi. Ularni ko'rib turib, ularning yosh beg'ubg'or o'yinlarini ko'rib, bizning ham yoshligimiz beg'ubg'or esimizga tushib, ruhiyatimiz ko'tarilib, olma terganda hech qanday charchoqlarimiz ham bilinmay, terganimizni bilmay qolamiz.
Abdug'offar aka, mana shu qishloqda qanday mevali daraxtlar ko'p? Hozir ayni meva-cheva g'arq pishgan payti. Mana ko'rib turibsiz, olmoni 7-8 xili, yong'oq, bodomlar pishib bo'ldi, namataklar mana egilib turibdi. Mana olchalarni 4 xil, 5 xili. Bu qishlog'imizning daromad manbai hisoblanadi. Har bir xonadonda bunaqa o'zini tomorqasi, bog'i mavjud va tirikchilikning asosiy manbai ham shu bog'roq va chorvachilik. Abdug'offar aka, hozir meni kuzatsak, har bir daraxt o'zini bir mevasini ko'tarishga zo'rg'a chidab turibdi-da. Har yili hosil shunday mo'l bo'ladimi? Har yil hosil shunday bo'la biladi. Erta ko'lam biz mart, fevral oylarida buni butoq qilishimiz kerak. Butoq qilib, sekin buni shoxlarini kamaytirib tursak, bundan hamda yaxshi va sifatli hosil olishimiz mumkin. Bu mevalarga sovuq ta'sir qilmaydimi? Yo'q, ta'sir qilmaydi. Bu bir marta kuzgi qirol tushgandan keyin uzib olamiz, ana keyin erta ko'lam bahorgacha bu yaxshi saqlanadi. Tarvuz qovun ekilmaydi. Yo'q, bu yerda issiqlik nimasi, quyosh nuri kam bo'lgani uchun ko'proq shu mevalardan yong'oq, olma, boshqa polizekinlardan yaxshisi kartoshka. Abdug'offar aka va Usmonali aka hamrohligida qishloqni aylanish biroz oson kechdi. Yo'l-yo'lakay ulardan qishloq bilan bog'liq ko'p narsalarni bilib oldik. Bu ko'prik ham antiqa ekan-a? Tog' daraxtlardan qurilgan ko'prik. Mana go'zal manzara. Qarang bu archani, soylarni zavqlanib turmaysiz kishi. Haqiqatan juda ajoyib ekan. Butun bir qishloqni ham tomosha qilish mumkin ekan, atrof tog' toshlarni ham, ha? Tomonda. Lashkara qishlog'ining boshi mana shu joydan boshlanadi, ha? Ha, boshlanishi oxirgi qismigacha ham bo'ladi. Rostdan bu yerdan butun bir qishloqni tomosha qilish mumkin ekan. Orqamizda ham manzaralar juda ajoyib ekan. Bulutlar, dov daraxtlar umuman odamning ruhiyatiga bir yengillik berar ekan, ha? Endi mana bu xarsang toshlar haqida gapirsangiz. Bu xarsang toshlar ba'zi yillari kelib chaqmoq chaqish natijasida yo bir zilziladan oqibatida katta sel kelganda toshlari ajrab chiqqanda, keyin sel natijasida tagiga bir sharikka o'xshagan toshlar to'planib, dumalanib shu yerga kelib to'xtab qolgan. Lekin oldin bu toshlar bo'lmagan deyshadi, ota-bobolarimiz gapiga qaraganda. Keyinchalik paydo bo'lgan, oqib kelgan. Bu yerdan sel shu darajada katta keladimi? Ba'zi yillari yog'ingarchilik serab bo'lgan yillari shu darajada katta keladi. Muhtaram yurtdoshlar, guvoh bo'layotganingizdek, qishloqda mana mo'jiza desak bo'ladi, ana shunday xarsang tosh bor ekan. Hali yuqorida bunga o'xshagan xarsanglar ko'p ekan. Buni ko'rsatuvimiz davomida sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Ko'rsatuvimizni kuzating.
Komiljon hozir mana yuring, orqa tomonini ko'raylik, kun chiqish tomonini. Kun har kuni mana shu tog'ning orqasidan chiqadi-da, sal kechroq bo'lsa-da kun yoyiladi bu tomondan. Bu tomonda ham xarsang toshlar, dov-daraxt juda ko'p ekan-a. Turgan bitgani bu tomonlar hammasi tosh. Xarsang Bulutlar, toshlar. manzarasi ajoyib. Mana yuringizlar. Yo'limizda uchragan har bir narsa bizni befarq qoldirmadi. So'rab surishtirib boraverdik. Chunki el orasida ular bilan bog'liq qiziq xotiralar yashaydi degan fikr bor edi bizda. Komiljon bilasizmi, bu tepadan 4-5 ta buloqlar yig'indisi soy bo'lib oqadi. Qishloqning go'zalligi manzarasi ko'rsatib asosan shu suv manba hisoblanadi. Bu suvimiz soya oqib soya oqib pastiga qo'shilib, Angren daryosigacha ko'payib oqib boradi. Xalqimiz har doim suvda ichimlik uchun ham daraxtlar sug'orishdan foydalanadi. Doim shunday oqadimi yo bahorda ko'payadimi? Bu suvimiz bahor paytida buloqlar suvi ko'payib, yomg'ir suvlari bilan qo'shilib katta soy bo'lib oqadi, shovqini ham katta, suv ko'payadi. Hozir eng kamaygan paytini ko'rib turibsizlar. Mana shu darada endi nechta buloq bor? Dalani boshida 5-6 ta buloqdan ko'payib soy bo'lib oqadi. So'rab surishtirishimiz sababmi, hamrohlarimiz ham ko'nikib qolishdi. Endilikda har bir narsa haqida o'zlari ham ishtiyoq bilan hikoya qilar edi. Komiljon keling. Bugun kun bo'yi turli xil mevalar haqida gapiramiz. Qishlog'imizning eng asosiy dorivor mevasi namatak esdan chiqdi. Mana bu namatak ko'p xil kasalliklarga dori, oshqozon ichak va me'da kasalliklariga juda ham shifobaxsh. Buni kompot qilib damlab ichish tavsiya qilinadi. Qishloq odamlari sevib iste'mol qiladi. Ko'plari ham o'zlari alga dorixonadan dori olishga muhtoj emas. Kimning uyida bu namatak bo'lsa agar dorixonaga muhtojlik sezilmaydi. Ayniqsa qish kunlari yovvoyi hayvonlar, yovvoyi qushlar uchun tabiiy ozuqa hisoblanadi. Bizning qishloq odamlari buni ko'proq itburun deyiladi. Burni shu itni burniga o'xshagan bo'lsa kerak. Shuning uchun itburun deyiladi. Bu asli tabiiy kitobiy nomi namatak. Qishloqda bunga o'xshagan o'simliklar juda ko'p ekan-a? Juda ko'p. Mana tog'olchasi ham juda kompoti juda shifobaxsh.